Salom, ismim Elzodxon, Aisha startupi founderman. Ko'pchilik startaperlar boshlang'ich stadiyada 3 ta xatolikka yoki 3 ta muammoga duch kelishadi. Bittasi mablag'i kamligi, ikkinchisi bulutli texnologiyalarga aksess yo'qligi, ya'ni imkoniyat yo'qligi va ular nisbatan qimmatroq turishi. Uchinchisi esa mentorlarni jalb qilish. Endi bu 3 ta muammoga yechim berib o'tmoqchimiz. Hozirgi kunda AI juda ham tez rivojlanyapti va mahsulotni yaratish muammo bo'lmay qoldi. Dasturni endi hammaga ochiq qilish kerak. Buning uchun bizga cloud kerak bo'ladi, ya'ni serverlar. Bu serverlarni olish uchun bizda ikkita yo'l bor. Birinchisi, qaysidir server providerga pul to'laymiz. Ikkinchisi, startaplarni qo'llab-quvvatlaydigan katta kompaniyalar tomonidan grantlar ajratiladi va bu grantlar orqali siz dasturingizni rivojlantirish uchun ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun, Google for Startups, Microsoft for Startups, AWS for Startups. Bularning barchasi sizga 350 ming dollargacha bo'lgan grant mablag'larini beradi va bu kreditlarni qaytarish majburiyati bo'lmaydi. Chunki startap rivojlangandan keyin Google ga ham yoki Microsoft ga ham yoki AWS ga ham haram bo'lib qoladi va bu orqali ular o'ziga pipeline yaratadi, ya'ni kelajakda bo'ladigan mijozlar. Chunki aytib o'tganimdek, cloudlar qimmat. Agarda o'zingiz quradigan bo'lsangiz, undan ham qimmat. Shuning uchun ko'pchilik bulutli texnologiyalarni ishlatishni afzal ko'radi. Men o'zim tajribam bilan bo'lishmoqchiman. Ya'ni biz hozirgacha 500 ming dollar atrofida cloud kreditlar olganmiz va bu cloud kreditlarni asosan Aishani rivojlantirish uchun olganmiz. Ya'ni serverlarimiz va modellarni train qilish barchasi Google'da yokida AWS'da yokida Microsoft'da bo'ladi. Bu kreditlarga kirish imkoniyati, ya'ni grant dasturlarini yutish imkoniyati startaplarni ko'proq uzoqroq yashashiga, MVPlarni tezroq chiqishiga va mijozlarga tezroq yetib borishiga yordam beradi. Endi Google for Startups'da 350 ming dollargacha grant olish mumkin. Google for Startups dasturiga topshirish uchun bizdan talab qilinadigan narsalar bular: startapingizni veb-sayti, startapingizga tegishli bo'lgan veb-sayt domenida, ya'ni domenga tegishli bo'lgan emailingiz bo'lishi kerak va Google for Startups saytidan ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Talablar juda ham oddiy va agarda to'g'ri to'ldiradigan bo'lsangiz va veb-saytingizda to'g'ri ma'lumotlar beradigan bo'lsangiz, bularni bemalol kreditlarni olishingiz mumkin. Birinchi marta topshirayotganingizda sizga Google 2000 dollar miqdorida pul beradi va bu 2000 dollarni yarmiga yetganingizda, ya'ni 1000 dollar qolganda yana email yozasiz. Ya'ni har bitta Google for Startups'ga topshirgan dasturga Startup Success Manager deymiz. Ya'ni startaplar qo'llab-quvvatlaydigan odamlar bog'lanadi va ular sizga konsultatsiya beradi. Umuman Google'ni qaysi mahsulotlarni qanaqa ishlatish mumkin va undan tashqari Google'dagi mutaxassislardan qanaqa qilib yordam olish mumkin, bularni barchasini tushuntirib beradigan odam. Endi keling landing page haqida gaplashamiz. Landing page'imizda birinchi startapingiz o'zi nima ish qiladi va startapingizda yuzerlari bormi? Yuzerlari bo'lsa ko'rsatish kerak. Agarda early stage'da bo'ladigan bo'lsangiz, shart emas, lekin siz qaysidir kompaniyalar tomonidan qo'llab-quvvatlaganingiz bu sizga credibility beradi. Ya'ni bu startapga o'zi kimdir ishongan ekan degan narsani beradi va approve qilishlariga yordam beradi. Produktingizni demosini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda text to speech bor, speech to text bor va undan tashqari yana bitta produktchamiz bor va blog bor. Undan tashqari keyin footerimiz bor. Xuddi shu ko'rinishda bo'lishi kerak bo'ladi. Agarda startapni endi boshlagan bo'lsangiz, siz domeningizga Google yokida Mail.ru yoki Yandexni pochta providerlarini ishlatishingiz mumkin. Ya'ni ular orqali pochtangizni yaratishingiz mumkin bo'ladi. Bitta narsa juda ham muhim. Google for Startups'da ham, AWS'da ham hammasida sizga aytib o'tganimdek menejer bog'lanadi. Va bu menejer bilan yaxshi gaplashsangiz va qanchalik yaxshi yozishsangiz, u sizga shunchalik yordam berishga tayyor bo'ladi va u odamlar doimiy sizni qo'llab-quvvatlaydi. 2000 dollar kredit olib oldingiz. 2000 dollarni yarmini ishlatdingiz. Undan keyin email yozasiz, ya'ni Google'ga. Google'ga email yozayotganingizda bitta narsaga ehtiyot bo'ling. Ya'ni siz qanaqa tractionga erishganingiz va Google for Startups dasturi qanaqa yordam berganini ko'rsatib berishingiz kerak. Misol uchun, siz 25 ming dollar olmoqchisiz. Buning uchun, masalan, 1000 dollar ishlatib bo'lganingizdan keyin, masalan, 100 ta yuzerim bo'ldi, 500 dollar yoki 200 dollar pul topyapman degan narsani qo'shib ketsangiz, sizga yangi grant berish ehtimolligi juda ham yuqori bo'ladi. Va 100 ming dollar va 350 ming dollar olish uchun sizning kompaniyangiz qaysidir venture fonddan pul olgan bo'lishi kerak. Venture fond sizni pul olganingizni tasdiqlashi kerak va kompaniyangiz haqida hamma ma'lumotni so'raydi. Kompaniyangiz qanday pul topadi? Kompaniyangiz founderlari kim? Kompaniyangizga nimaga pul berish kerak? Kompaniyangiz visioni qanaqa? Bularni barchasini masalan bizdan so'ragan va bundan keyin 100 ming dollar bergan. Investitsiya olish bu juda ham muhim. 100 ming dollar olishingiz uchun. Ya'ni bizda lekin sal boshqacharoq bo'lgan. Investitsiya olmasdan turib 100 ming dollar olganmiz, chunki bizda traction bor edi, bizning maqsadimiz bor edi va nima qilmoqchiligimizni to'liq ma'lumotlar so'ragan va undan keyin o'sha berishgan.
Lekin 350 ming dollar qanaqa qilib oldik deysiz, bizda bitta venture fond tasdiqlagan, pul berdik deb va undan keyin bizga 350 ming dollarlik grantni berishdi. Nega bu dasturlar muhim? Bu resurslar startap rivojlanishi uchun juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni siz investitsiya olgan taqdiringizda ham, agarda sizni mana bu server xarajatlaringiz kamroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha boshqa yo'llarga pul ajrata olasiz. Ya'ni fin modelingizda to'g'ri ko'rsata olasiz. Shuning uchun hozirgi qilinadigan ishimiz asosiysi bu kabi dasturlarga iloji boricha tezroq topshirish va cloud kreditlari olish va bu cloud kreditlar orqali startapni rivojlantirish. Biz ishonamizki, ya'ni Google for Startups, AWS yoki Microsoft kabi kompaniyalar startaplarning rivojlanishiga juda ham katta turtki beradi bu grantlar orqali va startapingiz tezroq bozorga chiqishiga yordam beradi. Endi sizdan qilinadigan ish, bu dasturlarni biz YouTube kanalida descriptionda yozib qo'ydik va bu orqali kirasiz va hamma startap programmalarga topshirib chiqishingiz mumkin. Ya'ni keraklisiga. Bitta narsaga e'tibor berish kerak, bitta programmaga topshirish kerak va javobini kutish kerak. Chunki agarda 3 ta programmadan bir xil vaqt oladigan bo'lsangiz, uchalasining expire bo'lish vaqti bir xil vaqtga to'g'ri kelib qoladi. Bu narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Ya'ni odatda grantlar 1 yilga beriladi. Google ham, Microsoft ham, AWS ham bu grantlar uchun bir so'm ham pul so'ramaydi va kompaniyangiz ulushiga aloqador ham bo'lmaydi. Bu eng katta yutuq. Shuning uchun qiladigan ishimiz gazini bosish kerak, kreditlarni olish kerak va proyektlarni tezroq chiqarib, mijozlarga berish kerak. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, Uzkombinator kanalini kuzatib boringlar. Uzkombinator akseleratsiya programmasiga topshiringlar va bu yoqda yaxshi treykerlar bilan doimiy o'rganishda, masalan 45 kun ichida siz ideyadan yoki MVP dan Tokioda dunyoga chiqadigan startap qurishingiz mumkin bo'ladi.